Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana usta Bezodbek. Biz hozir Andijon viloyatiga yetib kelganmiz. Andijon shahar 9 bog'da ishimizni yakunladik. Bu xonadonimizni bir hafta oldin o'lchadik. Xudo xohlasa bugun yakunladik. O'sha 110 kvadrat tunika rasxoti bilan o'ta go'zal holatda chiqarib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Ko'cha shapkamiz uzunasi 20 metr edi. 20 metr tarnoq, qosh 15 peshinda tayinlovali qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda chiqyapti. Liniyalarni ham ko'ringlar, bir tekisda ketgan, xudo xohlasa. Eski patologlar ham bor, bitmagan holatini ham men sizlarga qo'yib beraman. Robotxonamiz keyinga qoldi. Alma fason tanlovdi. Xudo xohlasa bir oydan keyin yana qilib beramiz. Ichki shapkalarimizni ko'rishingiz mumkin. Ichki shapkalarimizdan bu yerdan 1.20 chiqqan standart kelib turib, bu yerdan sinyapti. Bu yerdan sinib turib, bu yog'imiz 1 metr ketgan shapkamiz. Burchagiga ham e'tibor berasizlar. Ideal holatda kelgan burchaklarimiz ham ko'rishingiz mumkin. Bu burchagimizni ham ko'rib qo'yinglar, xudo xohlasa, muammosi yo'q burchak. Havo aylanyapti-da. Bu yerda ikkita burchagimiz bor, birin-ketin kelgan. Shunaqa qilib shu xonadonimizni bugun yakunladik. Общий 14.850.000 so'mga xonadonimiz tunikafon bo'ldi. Shu joylarimiz, ko'cha shapkamiz va ichki shapkamiz. Keyin kelganimizda bisetkamiz bilan robotxonamizni birga qilib beramiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz.